to'g'ri yashashning yagona yo'li baxtli yashashdir. Inson baxtli yashash uchun bir tizim bor. Bu baxt uchburchagi. Ya'ni agar oladigan bo'lsak, bu insonni, ya'ni ayol, erkak va pulga bo'lgan munosabatlar. Agar ayol erkakka nisbatan e'tiborli va g'amxo'rlik qiladigan bo'lsa, kelajakda erkak mansab pog'onasiga erishadi va moliyaviy yutuqlarga erishadi. Ana unda moliyaviy pog'onaga erishgandan keyin erkak kishi uyini turli sovg'alar, turli moliyaviy yetkazib bergandan keyin shu oilada u xavfsizlikni yaratadi. Mana buni biza baxtli oila deyishimiz mumkin. Ya'ni baxt uchburchagi deyishimiz mumkin. Lekin kelajakda agar ayol o'zi moliyaviy pog'onaga erishmoqchi bo'lsa, va hamma narsani o'zini bo'yniga mansab qilib oladigan bo'lsa va erkakka nisbatan e'tibor, g'amxo'rlik kamayadigan bo'lsa, bunda baxt uchburchagi muvozanati buziladi. Agar erkak kishi mas'uliyatni bo'yniga olmasa va ayolning topganiga yashaydigan bo'lsa, bunda ham uchburchak baxti buziladi. Sizga savol. Sizda ham baxt uchburchagi buzilganmi yoki muvozanatdami? Agar buzilgan bo'lsa, kim buni barbod qilyapti? Kommentariyada javobingizni kutib qolamiz.